2017-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Ioniq avtomobili, toza elektr avtomobil qidirib yurganlar uchun, arzonchiroq, yaxshiroq brend qidirayotganlar uchun mana sizlarga Ioniq avtomobili, toza elektr. Hozirgi kunda 250 kilometrga yaqin yurib berayotgan ekan, 159 ming kilometr bo'libdi. Kraskasi mana shu kapot qopqog'ida bor ekan, mana shu kalinkasida mana shunday joyda sepilgan joyini ko'rdim. Naryo tomon krilosida ozgina metina chiqarib, kosmetika tegizilgan joyi bor ekan. Salon holatlari yaxshi. Polni navorot mashina, kojinli sidena, multirul, monitor, klimat kontrollari bor, sidena abduf, abagrev, rul abagrevlarigacha bor. Arzonchiroq brend avtomobil xohlaganlar bo'lsa, mana sizlarga Hyundai Ioniq avtomobili, toza elektr. Aytganimdek, o'sha 250 kilometrga yaqin yurib berayotgan ekan. Qish kunlarida 200 kilometrga yaqin yurib berar ekan. Mana shu tazgina metinali mana shunaqa ishi bor. Olib mazza qilib haydashingiz uchun 8550.